et bienvenue à Fransuzcha Choy Time. Je m'appelle Mansur. Men bu kursda o'qituvchiman. Bugungi birinchi darsimizda "Sava" deyishni o'rganamiz. "Sava" qalaysan degani va bu savolga ishlatiladigan javoblarni ham o'rganamiz. Umid qilamanki, sizga manzur keladi darsimiz. Est-ce que tu es prêt? Deganida, Shahzoda aytdiki, "Ha", ya'ni bu "Oui". Shahzoda takrorla. Oui, "Oui". oui, Ya'ni fransuz tilida ha demoqchi bo'lsangiz, oui deb aytamiz. Hozir so'zni fransuz tilida so'zni men aytaman. Kamgina pauza qilamiz. Ya'ni siz mening ortimdan takrorlashlaring uchun va keyin Shahzoda so'zni aytadi. Fransuz tilida ha bu oui. oui, Ha deyishni o'rgandik va ha deyishdan keyin albatta yo'q deyishni ham o'rganishimiz kerak. Fransuz tilida yo'q deyish bu no, n- no. non, Umid qilamanki, siz tinglovchilar ham takrorlayapsiz. Fransuz tilida yo'q deyish bu no, non, no. Juda oson, très facile. Buni keyinroq o'rganamiz. Keling bugungi asosiy savolni o'rganaylik fransuz tilida. Bu qandaysan, qalaysan? O'zingizdan kichkina yoki o'zingdan kattalarga ham aytishing mumkin Shahzoda. Ya'ni bu ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. ça va, Ya'ni so'zma-so'z tarjima qilsak, bu sa degani bu degani va kitobda, ya'ni bu kitobdami deganday tarjima qilinadi. Let's going. Ingliz tilida how's it going bo'ladi. O'zbek tilida esa shu qalaysan, qandaysan, hol ahvol so'rashda fransuzlar juda ko'p keng tarqalgan ça va ni juda ko'p ishlatishadi. Bunga hammasi yaxshi kitobda demoqchi bo'lsak, shunchaki ça va deyish mumkin. ham savol ham javob. Ha. Ya'ni ça va ham savol bo'lishi mumkin, ham javobi ham ça va. Okay. Yaxshi bo'lsa, ishlaring yaxshi bo'lsa, sen aytishing mumkin. Bien, 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 bien. bien, Albatta fransuzlar juda xushmuomala bo'lishni yaxshi ko'radi. Ya'ni juda xushmuomala odamlar. Ya'ni yaxshi rahmat demoqchi bo'lsang, hol ahvolingni so'raganda sen aytishing mumkin. Bien merci, bien, merci, bien merci. bien, merci, Okay. Yana aytishing mumkin, misol uchun ça va bien, merci. ça va bien, merci, Ça va bien, merci. ça va bien, merci. Kel Shahzoda, hozir dialog tuzamiz. Fransuz tilida birinchi dialogimizni tuzamiz. Ya'ni men sendan hol ahvolingni so'rayman. Sen yaxshi, rahmat deb javob berasan va mendan ham so'raysan. Qani bir qilib ko'raylik qani. Ça va Shahzoda? Ça va? Endi ça va. Yaxshi. Endi sen mendan so'ra hol ahvoli. Ça va? Ça va bien, merci. Et toi? Et toi degani sanchi degani. Buni keyinroq yana o'tamiz. Hozircha shunchaki lug'at sifatida o'rganishimiz mumkin. Et toi bu sanchi degani. Takrorla. Et toi. Et toi? Ya'ni qo'shiladimi hozir bir et toi. Ikkita alohida so'z e degani va degani toi sanchi va sanchi. Ya'ni odatda odamlar bizdan hol ahvolimizni so'rasa, tabiiyki biz ham sanchi yoki sizchi deb so'raymiz. Ana shunda aytish mumkin. Ya'ni biror kim sizga ça va desa, "Oh, ça va bien, merci. Et toi?" yoki "Et vous?" Et vous sizchi degani. Agar Shahzoda o'zingni yaxshi his qilmaydigan bo'lsang, ya'ni bu hayot ba'zi payt o'zimizni yaxshi his qilmaymiz, o'sha paytda aytishimiz mumkin. Ça ne va pas. Ça ne va, Ça ne va pas. ça ne va pas. Ça va Shahzoda? Ça va, ne va pas. Ça, Okay. Kamgina to'xtaymiz. Ya'ni ça ne va pas.
Ça ne va pas. Ça va Shahzoda? Ça endi bu esimdan qoldi. Birinchi marta o'rganish. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça va zo'ri, men aytaman. Ça va. Ça ne va pas. Yoki buni oson qilib aytish mumkin, ya'ni ça va oxiriga pa qo'shamiz. Ça va pas. Ya'ni ishlar yaxshi emas yoki yaxshi emas demoqchi bo'lsak. Qani takrorla. Ça va pas. Ça va pas. Ça va pas. Ça va pas. Agar o'zingni juda yaxshi his qiladigan bo'lsang, ya'ni formada hammasi joyida demoqchi bo'lsang, je suis en forme. Yana bir marta aytaman. Je suis en forme. Je suis en forme. Je suis en forme. Je suis en forme. Très bien. Très bien degani juda yaxshi degani. Très facile degani juda oson degani. Ya'ni très degani juda degani. Très bien. Très bien. Très bien. Juda yaxshi. Très facile juda oson. Ça va desa très bien deyish mumkin. Albatta. Ya'ni ça va ishlaring qanday qalaysan desa très bien deyish mumkin. Yoki yaxshi bo'lmasa ça ne va pas yoki ça va pas. Kel bugungi darsimizni tugatishdan oldin bir ikkita salomlashishlarni ham o'rganaylik. Fransuz tilida shunchaki salom, formalniy salom demoqchi bo'lsak, ya'ni o'zimizdan kattaligi rasmiy joylarda salomlashmoqchi bo'lsak, aytishimiz mumkin. Bonjour. 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 Yaxshi, ya'ni bu xayrli. So'zma-so'z tarjima qilsak, bu bon yaxshi, jour kun, ya'ni xayrli kun. Fransuzlarda xayrli tong yo'q, ya'ni xayrli tongni ham bonjour ishlatishadi. Chunki ular tabiiyki kech turishadi, shuning uchun. Xayrli kech esa bonsoir. Bonsoir. Bon yaxshi, hozir o'rgandik. Soir kech, ya'ni bonsoir. 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 Do'stlaring bilan salomlashmoqchi bo'lsang, o'zing tengdoshlaring bilan salomlashmoqchi bo'lsang, shunchaki salut. 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 Salom degani. Salut. Salut bu xayr degani ham, ya'ni salomlashishni ham salut deyish mumkin, xayrlashishni ham salut deyish mumkin. Yoki ciao. Takrorla. Ciao. Ciao. Ciao bu fransuz tilida salom bo'lishi mumkin, xayr bo'lishi ham mumkin. Ciao, ciao. Xayrli kechni o'rganamiz. Xayrli kech bu bonne nuit. Bonne Bonne nuit. nuit. Bonne nuit. Bonne ya'ni yaxshi, nuit kech, ya'ni tun, xayrli tun, ya'ni xayrlashishda ishlatiladi. Bonne nuit. Bonne nuit. Ça, antanas kakayroq ekan. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Okay. Shu bilan bugungi darsimiz oxiriga yetdi. Bu dars biz fransuz tilida gapirishda davom etamiz. Ciao, ciao. Au revoir. Au revoir esidan chiqdi. Xayr, au revoir deyish ham mumkin. Au revoir, ya'ni ko'rishguncha. Au revoir, Shahzoda. Au revoir. Ciao. Au revoir. Ciao.